Hozir shunaqangi mishmishlar yuribdiki, mana shu 2025-yil agar uy olmasam agar 2026-yilga ancha arzonga olaman degan mishmishlar yotibdi. Men qarib 40 ga kiryapman. 15 yil oldin 3000, 2000 dollarga sotilayotgan kvartiralar hozirda 60 mingga chiqib ketgan. O'sha uchun hech qachon mana shunaqangi ko'chmas mulk tushganini ko'rganimiz yo'q. Ma'lum vaqtga bir oyga tushishi mumkin, lekin yana ko'tariladi. O'sha uchun kim agar ulgurmagan bo'lsa, mana shu 2025-yilga srochno uy olinglar, chunki 1 yildan keyin yana narx kamida 5-6 ming ko'tariladi. Hozir bizlar Texnogazonni to'g'risida Novostroyka 5 qavatli domni 3-qavatda joylashgan 3 xonalik 82 kvadratli xonamizni srochno obzor qilamiz. Kattagina zal bo'ladi bu yer. Operator ikkinchi xonasini ko'rsatamiz. Tashqari tarafdan kiraverishda o'zi chap qo'limizda yevromontaj qilingan mana shunaqangi garderob zona va shu dahshat qilgan. Ikkinchi xonamiz kattalar uchun yotoqxona. Mana kattalar uchun yotoqxonani juda ham shinamgina qilgan. Matraslari juda ham zo'r. Mana shu mebelni patologgacha va shu zo'r o'ylagan. Parda gilamlari hammasi bir-biriga mos termozona qilib ketgan. Bolalarimiz uchun yotoqxonani bitta ko'rsatamiz operator. Bolalar uchun yotoqxona har bitta xonasiga bir yerga batareyasi bor, bez gulxoy. Har bitta xonasiga terezasi bor. Tayyor garderob o'zining shkofi bilan. Ayollarimiz yaxshi ko'radigan kuxnani va shi boplashgan. Xolodilnik, mikrovolnovka, mana shu nima rakvenni gaz plita bitishga hamma sharoit bor. Mana shu razvijni qilgan va shu dahshat. Narxiga qiziqganlar uchun narxi 81 ming, yana ozgina savdosi ham bor.